Alloh subhanahu va taolo bir bandasini yaxshi ko'radigan bo'lsa, Jabroilni chaqiradi. Jabroilni chaqirib, "Ey Jibril, ana u yerni, ana u joyida, ana u mintaqasida, ana u xonadonda men palonchi bandamni sevdim. Sen de sev" deydi Alloh taolo. Buyuradi. Allohni sevganligi qanday yaxshi deya Jabroil ham birdaniga sevib qoladi. O'sha Alloh sevib turgan bandasini. Va so'ngra nima qiladi? Butun maloikalarga hayhot soladi. Aytadiki, ey maloikalar, Robbimiz azza va jalla yerdagi, ana u mintaqadagi, ana u yerdagi, ana u xonadondagi, ana u bandasini yaxshi ko'ribdi, fa ahibbuhu. Siz ham uni yaxshi ko'ring deya butun maloikalarga nido qilganida, butun maloikalar nima qiladi? O'sha bandani o'zlarida turib yaxshi ko'ra boshlaydilar. Yaxshi ko'rib qoladilar. Va hadisning davomini aytmoqchiman sizga. Va yud'u lahu qabul fil ard. Va yud'u lahu qabul fil ard. Yerda Alloh taolo u kishini har amallarida, har ishida, har holatida u zotni maqbul qilib qo'yadi. Ya'ni bandalar xuddi biz shayximizni qanday yaxshi ko'ryapmiz hozir. Kitoblarini, ilmi ma'rifatlarini, har holatlarini biz to'liq qabul ayladik. Qabul qildik. Alloh taolo qabul aylagan paytida mana shunday yerda ham qabuliyatini qilib qo'yadi.